Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Mana navbatdagi katolimiz ham bitdi. Bu katolimiz ham 12 kilovatli bo'lib 100 kvadratdan 140 kvadratga doğru berilyapti. Katolimizga termostat qo'yib ketganmiz. Belgilangan gradusda usha berib turadi. 60 gradusga qo'ysanglar 60 gradus, 80 gradusga qo'ysanglar 80 gradus usha berib turadi. Qurumini tozalaydigan eshik qilib ketganmiz. Katta qilib, keng qilib ochilgan, qulayliklarga ega. Azbizlar qo'yilgan, yopilganda vakuum bo'lib yopiladi. Issiq o'tkazmaslik uchun bir qavat azbiz qog'oz 5 sm bazalt qo'yib ketganmiz. Yopilganda ham vakuum bo'lib yopiladi. Ligirovka bo'ladi eshigi ham. Pastki topkasini eshigi bu. O'tin ko'mir yoqadigan joyi. Ligirovka bo'ladigan qilganmiz. Bu eshiklarni ham ponni yig'ilib, chachiladigan qildik. Nejevega bo'lgagalar qilib qo'ydik. Bu eshigiga ham bir qavat azbiz qog'oz 5 sm bazalt qo'yilgan. 6 mm o't qaytaradigan adboyni list qo'yib qo'ydik. O'tin ko'mir zapravka qilib yoqadigan topkasi. Bu katolimizni yonish prinsipi ko'mir tanlamaydi. Bir sutkada 35 kilodan 50 kiloga davr rasxod qilyapti. Ko'mirning quvvatiga qarab. Misol 20 kilo yoki 30 kilo zapravka qilsanglar, shu ko'mir oxirga doğru yonib ketadi. Ustin zapravka qilib ketaverasizlar. Ko'mir tutab, bo'kib, tiqilib qolmaydi. Oxirga doğru yonib, ilashib, tugab ketaveradi. Ustin zapravka qilib yoqaverasizlar. Pastki eshigiga ventilyator qo'yganmiz. Ventilyatorga regulyator qo'yib ketganmiz. Tezligini balandlatib pasaytirgani. Ключатор qo'yib ketganmiz. Yoqib o'chirgani. Klapani bor. Ventilyator o'chiq holatda havo tortmasligi uchun qilingan. Bu eshigiga ham azbiz qog'ozlar qo'yib, zaglushka qilib yopilgan. Kulxonasi. Bu joyi ikkita tent tushadigan joyi. Tent qo'yib yoqsanglar ham bo'laveradi. To'kka ham moslashgan katollarimiz. Universal katol. Bu katolimizning narxi 1 litrli расширительный bak bilan 7 million so'm qilib beryapmiz. Bundan tashqari oddiy katollarimiz bor. Bu katollarimiz ham 2,5 milliondan tortib 4 million, 4,5 million ketaveradi. Ichidagi materialiga qarab, qalin yupqaligiga qarab. Ham gaz ham o'tin ko'mir yoqqani moslashgan. Onda sonda o'tin ko'mir yoqaman degan akalarga bu katolni qo'ysa ham bo'laveradi. Ozroq o'tin ko'mir sig'adi. Gaz mabodo o'chib yonmay qolganda ko'mir bilan ushab, o'tin ko'mir bilan ushab tursa bo'laveradi issig'ini. Qurumini tozalaydigan joylari. Azbiz qog'oz qo'yiladi. To'kka ham moslashgan. Joyiga tent tushadi. Kimga shunaqa katollar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Bundan tashqari pechka detallarimiz bor. Pechka detallarimiz listlari turli listda qilingan. Trubasi 325 lik Promoshop truba, 6 stenga qalinligi. 4 mm mo'ri qo'yganmiz. Tepa past qopqoqlariga nasosga mo'ljallab 4 bar, 5 bar, 6 barga davr ushaveradi. Vakuum nasoslarga mo'ljallab qilingan, bosim ushagani. Pechka detallarimizga 5 yil garantiya beramiz. 5 yil ichida chirib teshilsa, yangi qilib beramiz o'rniga. Bu yeriga azbiz tushadi. Titanimiz alohida ajraydi pechkadan, joyiga moslashib, aylantirib qo'ysa bo'laveradi. Bu jag'i tashqaridan yoqiladigan qilingan. Orqa tomoniga toshxona qo'yilgan. Tosh tashab qo'yib, suv sepsa, par chiqib beradi shu yerdan. Shu ruskiy banyani singari isitib beradigan pechkalar. Kimga shunaqa pechka titan katollar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.